bilan keldim. Do'stlar, bugungi videoda bizlar sizlar bilan endi 4-5 yangilanishdagi narsalarni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa qani ketdik do'stlar. Birinchi o'rinda bitta kartalarga ko'ramiz. Kartalar shunaqa, 8 oyoqlamadi, 8 dumli rasmi bor ekan va hozir bugun obzorini qilamiz. Birinchi o'rinda bu yerga o'tishinglar, bitta chiroyli kiyim bor, menga yoqdi kiyim. Aytlar bo'lmasdan aytlar olay. Mana u qimirlaydi deganda, lekin qimirlamaydi, lekin menga yoqdi shu kiyim. Buni olish uchun nima qilasizlar? Buni olish uchun bunaqa narsalarni olasizlar va hozir mana olasizlar. Keyin bu yerda mana 30 ta oldim hozir men. Shuni 120 qilib ikkinchiga o'taman. Ikkinchida 160 ta yig'aman, keyin uchinchiga o'taman. Uchinchida yana yig'aman va to'rtinchiga o'tganda oxirida mana keyinga o'taman. Shunaqa qilib borib yig'ib boraverasizlar. Mana keyin eng zo'r kiyimlar tadbirlarda perk almashishda olasizlar. Bunaqa yomon zo'r kiyimlar bular hozir. Menga yoqdi bu kiyimlar, hammasiga yoqdi. 450 taga qutisidan bitta kiyimni tanlaysizlar. Keyin bitta emosiyasini ham ko'ramiz. Mana bunaqa emosiyaga endi tushundinglar u emosiyani. Va bu yerda yana bitta kiyim kiygan. Mana Naruto kiyimi seti va bu emosiyani u esa bu buni olish degan joyda bor. Bittaga ochila bo'ladi bu yerda. Keyin yashirin barg himoyasi deganda mana bu 8 dumini ko'rsatgan va bu yerda gul olishlar bo'ladi. Gul narsalar endi eng asosiy narsalardan biri kartalarda bunaqa narsalar bor. Mana bu robotga va esalar bor. Esalar max darajada faqat ozgina kuchaytirasizlar. 1 dan 3 gacha kuchaytirasizlar. 3 ta kelchat bo'ladi. 1 da mana bunaqa bo'ladi, 3 da esa mana bunaqa bo'ladi. Ya bo'lmasa faqat kelchat ham bo'lishi mumkin. Ya kelchat emas, bu nima? Jamolga kelchat degani ham bor, keyin hammaga ko'rinadigan kelchat. Va shunaqa narsalar bor. Endi eventni bitta tekshiramiz keyin. Do'stlar, lekin hozir eventni tekshirishga juda ko'p vaqt ketib qoladi. Shuning uchun keyingi videoda ko'proq umidli qilib eventni ko'rsataman. Keyingi narsalarga o'tsak, ERPni hozir sizlarga qayerdan ko'rasiz? Mana ERPni ko'rsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman ERPni. Men ko'rgandim. Mana Koryak bor, mana bunaqa skinlar. Buni hozircha ko'rib bo'lmaydi ekan. ERP kelgandan keyin ko'rasizlar. 50-darajada mana bunaqa Koryak olsanglar bo'ladi. Keyin papkisi bor. Mana bunaqa narsalar va mana bu Scorpionga da skin kelibdi. TDMchilar ko'p ishlatadi shuni. To'rzonog'ini o'q tugab qolsa, shuni ko'p ishlatadi. Shuning uchun ham bitta skin qo'shib yuboribdi. Men aniq buni olaman. Bo'lmasa keyingisiga bu sezon lekin ola olmagandim. Keyingi 20-ro'yxatni esa olaman.
Keyin mavzudan ko'rsalar, qani mavzudan ko'rsalar, mana o'sha skinlar, mana Naruto skin, ko'rsatilgan skinlar, mana o'sha kiyim mana tadbirlardan ham ko'rsatilgan, lekin bu yerda ko'proq qilib ko'rsalar bo'ladi. Mana setlarni 450 ta yig'ib, shuni bittasini tanlab olsalar bo'ladi. Bu yerdan ham mana qoladi ko'p, mana 200 ta yig'ib, mana bu chiroyligina kiyim olsalar ham bo'ladi. Boshqa narsalar endi kiyishlarga o'tamiz va shunda bitta narsalar ham kelgan YouTubedan. Men ko'rmagandim, endi ko'raman. 3 ta kiyim kiygan. Kimlarga 3 ta multfilm Graza bu avvallari bir qaytgandi. Mana mana shu chiroyli Graza'niki ham bor. Mana shu va mini 14 man tamoman shuning uchun bunaqa narsalar kerak emas. Keyin bu yerda bitta mifik qo'shilgan. Buni 4-5 yangilanishda qo'shdi. 4-5 yangilab olsanglar siz turadi. Menda bitta ulkan kristal va 29 ta kichkina kristal bor. Endi yana bu yerdan nimalar? Mana bu yerdan endi sizlarga nima ko'rsatmoqchi edim. Mana shu mumiyolik hamroh seti keladi. Mana 7 bosilib ketdi do'stlar, uzr. Mumiyolik hamroh seti 7.17 mumiyolangan tosh hamroh seti degan bor. Mana shu keladi, bu juda chiroyli. Ferrari Super Karam keladi yaqinda. Bonusda bizga keladi. Va mana yana kirib ketdi shu narsaga. Va yana ultimatlar ham keladi. Nimani ko'rsatmoqchi? Bu yerda yoz. Nima bor hozir? Mana o'z mana 8 kundan keyin keladi. 8 kundan keyin mavsumga keladi, mavsumga. Bu mavsum qolgandan keyin yangilanadi. Lekin keyingi sezonda mavsum yangilanadi. Chiroyli kunlar ham keladi. Bo'lmasa shu bilan videomiz tugadi. Ana keyin qo'shiq sizlarga eshitilayotgan bilmadim. Lekin sizlarga eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Naruto'ning qo'shig'i. Keyingi videoda Erangeni eventini tekshiramiz. Bo'lmasa hammaga xayr, bitta obuna, laykni aylanishlarni unutmanglar. Obunalar tekin va pul so'ramaydi. Bitta obuna bilan laykni bosib qo'yasizlar, podpishkada bo'lsanglar. Men ham shunaqa ma'lumotlarni yoki o'yin ko'rsatib video qilib chiqaman. Bo'lmasa hammaga xayr, sog' bo'linglar.